Qarshi shahrida joylashgan aynan mana shu ko'p qavatli turar joy majmuasidan uy xarid qilgan fuqarolar 6 yildan buyon bu yerga ko'chib kirisha olmayapti. Sababi uylarni qurgan qurilish firmasi ishni oxiriga yetkazmagani aytilmoqda. Kamolon mahallasida 293 domdan 2019-yili avgust oyida boshlang'ich to'lovini qilib, Qarshi Asaka Bank filiali orqali 3 tomonlama quruvchi biza Asaka Bank tarafidan shartnoma asosida shu uyni olganmiz. O'sha paytda 2019-yil avgust oyida to'lov qilgan bo'lsak, 2019-yili oktyabr oyida qurilishi tugallab topshirilishi rejalashtirilgandi. Lekin mana 2025-yil keldi, oradan 6 yil vaqt o'tibdi ham, o'sha kamchilik shu holatda turibdi. Men o'zim 5-etaj yashayman mana shu yerda. 3 oy davomida yashayapman. Bolalarim uchun juda xavfli holatda yashayapman. Lift muammosi bor. Undan tashqari muammolar juda ko'p. Misol uchun, men bitta ayolimni o'zini bittasini qo'yib qo'ya olmayman. Sababi pastda har ochilib yotibdi. Misol uchun, fortishkalar orqa tomonda darvozalar ochiq yotibdi. Juda domni holati yaxshi holatda emas. Hali foydalanishga topshirilmagan bu uylarning yerto'la qismi hozirdanoq ko'lmakka aylanmoqda ekan. Shartnoma bo'yicha keltirilgan hech qaysi bir band o'zini vaqt soati bilan hal qilingan yo'q. Hozirgacha ham shu ish ochiq holatda turibdi. Buni masalasini yechimini bankka boramiz, bank xodimlari ham, quruvchi ham, biz o'rtamizda ham hech qaysi biri bittasi hal bo'lmayapti hozirgacha. Mazkur uylarni qurgan qurilish firmasi rahbari holat yuzasidan rasmiy izoh berdi. Hozirgi kunda lift ishlari qo'yish davom etmoqda. Bitta blokda lift o'rnatib bo'ldi, ikkinchisida ishlar ketmoqda. Shu domni lift qismi tomdagi suv tushar vodostoklarni to'liq tugatib beraman. Podvallar orqasidagi eshiklarni qo'yib beraman. Kirish eshiklarini ham almashtirib boshqa qilib beramiz. Doimgidek biz bu muammoni ham o'z nazoratimizga olamiz va muammo yechilmaguncha mavzuga takror va takror qaytaveramiz. Dilshod Nabiyev, Sardor Yo'ldoshev, Qashqadaryoda shunaqa gaplar.